Salom aziz do'stlar. Bundan oldingi videoda biz trader kim va u qanday daromad qilish haqida bilib oldik. Xo'sh, siz ham trader bo'lmoqchimisiz va jahon valyuta bozorida oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirib daromad olmoqchimisiz? Juda yaxshi, sizga omad tilayman. Lekin valyutani kimdan olib kimga sotasiz? Bozorni tahlil qilish uchun narx grafiklarini kim sizga ko'rsatadi? Albatta bu vazifalarning barchasini broker amalga oshiradi. Keling birinchi navbatda brokerlik kompaniyalari haqida bilib olaylik. Aslida trader jahon valyuta bozorida to'g'ridan-to'g'ri qatnasha olmaydi. Faqatgina vositachi orqali qatnashishi mumkin. Aynan shu vositachi rolida brokerlik kompaniyalari ishtirok etadi. Brokerlik kompaniyasi bu ixtisoslashgan moliyaviy tashkilot bo'lib, u o'z mijozlariga jahon moliya bozorlarida savdo qilish imkoniyatini yaratib berib, savdo uchun kerakli barcha sharoitlar bilan ta'minlaydi. Oddiy qilib aytganda, brokerlik kompaniyalari traderlar va jahon moliya bozorlari o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Keling savdo bitimlarining broker orqali amalga oshirilishi jarayonini soddalashtirilgan model misolida ko'ramiz. Savdolar maxsus serverlar orqali amalga oshiriladi va savdo bitimlarini amalga oshirish uchun traderga maxsus dasturiy ta'minot, savdo terminali taqdim etiladi. Trader savdo bitimini tuzish uchun maxsus dastur, savdo terminali orqali brokerga buyurtma yuboradi. Buyurtma brokerning serveriga kelib tushadi va u yerdan jahon bozoriga chiqariladi va qarama-qarshi buyurtma bilan amalga oshiriladi. Bu jarayon uchun atigi 1 soniya yetarli bo'ladi. Taqdim etilayotgan barcha xizmatlar uchun brokerlik kompaniyasi mijozning har bir bitimidan komissiya to'lovi undiradi. Ushbu komissiya traderning daromadiga nisbatan juda kichik miqdorda bo'ladi. Shuning uchun xavotirga umuman o'rin yo'q. Barcha to'lovlar haqqoniy. Siz jahon valyuta bozorida trader sifatida ishtirok etishingiz uchun albatta brokerlik kompaniyasidan ro'yxatdan o'tishingiz shart. O'z mijozlariga xizmat ko'rsatish jarayonida brokerlik kompaniyasi bir qator muhim vazifalarni bajaradi. Mijozlarni valyuta bozorini tahlil qilish va savdo operatsiyalarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot, savdo terminali bilan ta'minlaydi. Savdo aktivlarining bozor kotirovkalarini, ya'ni hozirgi ayni damdagi narxini yetkazib beradi. Mijozning savdo bitimlarini jahon bozoriga olib chiqadi. Mijozlarga kredit taqdim etadi. Ya'ni har bir mijoz brokerdan kredit olib, kredit mablag'i evaziga savdo qilishi va buning natijasida ko'proq daromad olishi mumkin. Siz brokerlik kompaniyasidan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz uchun alohida savdo hisob varag'i ochiladi. Savdolarda qatnashish uchun siz ushbu hisob varag'ini mablag' bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ushbu savdo varag'ini siz savdo terminali orqali boshqarishingiz mumkin. Savdo terminalining tegishli bo'limida sizning hisobingizdagi mablag'lar, hozirgi ochiq bitimlar va savdolarga tegishli boshqa ma'lumotlar aks etadi. Siz barcha bitimlaringizni savdo terminali orqali istalgan payt nazorat qilib borishingiz mumkin. Ha aytgancha, savdo terminalining mobil versiyalari ham mavjud. Mobil terminalda ham siz oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirishdan tashqari barcha boshqa funksiyalardan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Savdo terminallari va undan foydalanish haqida tegishli videolarda yaqinroq tanishib olishingiz mumkin. Keyingi videolarda brokerlar taqdim etadigan kredit yelkasi haqida bilib olishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.